Dadasi haligi fondga 30 ming berish kerak ekan-da Mustafoni. O'shanga anaqa 30 ming tashlab bering plastikizga, shuni kodini aytaman men sizga. Menga qara. Kecha senga ro'zg'orga deb 1 million so'm pul berdim. Shundan 30 ming so'm ajrata olmading. Xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor. Men senga gapiryapman. Men o'sha 1 millioningizni ruh aymog'imga tarqatib chiqdim. Ammamga, xolamga, onamga, dadamga hammasiga tarqatdim. Shu uchun 1 million yo'q. Ha, nima bo'ldi? Shunaqa charchadim. Menga qara. Kun bo'yi uyda o'tirsang, qiladigan ishingni o'zi yo'q bo'lsa, hatto uyni ham supurmaysan, plisovlab chiqasan. Shu musorni ham bolalarga to'ktirsang, nimaga charchaysan? Men senga hayronman. Xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor. Ha, men senga gapiryapman. Nimaga charchaysan? Ana shu bekor bo'lganim uchun charchadim. Bekorchi bo'lganim uchun charchadim. Shu figurali qilib yotganingdan keyin charchaysan-da. Endi turib bir harakat qilish kerak, qon aylanish kerak. Dadasi, bo'ling narsalaringizni kiying, Mustafoni isig'i chiqyapti, больницаga borib kelaylik. Qanaqasiga isimiz chiqadi? Kasal bo'lgandan keyin kasal bo'ladi. Men qayerdan bilaman kasal bo'lganini? Ammo to'xta. Sen uyda bo'lsang, bolaga bitta bolaga ham qaramayapsan. Shuni ham istima qilib kasal qildingmi? Men nimaga kasal qilaman? Kim? Men kasal qilmanmi bo'lmasa? Sen uyda bo'lsang, bolaga yaxshi qarasang, o'sha kasal bo'lmaydi, shamollamaydi. Xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor. Bo'ldi, stop. Ashularni ham xo'rlatib ortalaring. Xo'rlayvermay degan ashularni qo'yaverasan, o'zingni bechora yasab olib, u ashula bilasanmi o'zi uchun nima uchun qilingan? O'zi bu ashulalarga eri har kuni kelib xotinini uradigan, ezadigan, hatto ustiga 4 ta 5 ta xotin oladiganlar uchun bechora bo'lib ashula qo'yilgan. Senga haligi uyda o'tiradigan tekin tomoqlar bekorchilar uchun emas bu ashula. Xo'rlayvermang, mening Hozir aytdim-ku, bu xo'rlayvermay senga emas deb. Nima deyapman? To'ra oldiga